Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hammanglarni kelayotgan hayit ayyomingiz bilan. Xo'p, biz buzinamizni apalkasini yechdik. Ko'rgan bo'lsanglar, bundan 10 kun oldin beton quyish videosini qo'yib borgandik. Mana bugun inshaalloh obedga kelib apalkasini yechdik. Xo'p, buzinamizning balandligi 220, 14 stupenka tushgan, tikkaligi 15 dan. Oyoq qo'yadan 30 dan bo'lgan buni ham. Hop, buni ham tagiga bitta arka, ya'ni stoka qo'yib berganmiz. 3 kvadrat pleshatkasi bo'lgan. Sizdamizda tagi ham, usti ham bir xil zerkalli ko'rinishda bo'ladi. 3 ta aylanasi bor tepasida. Bu polni ko'rinishi. Birinchi stupenkasini oldin yumaloq qilib berganmiz avvallik qilib. Lesnitsamizni yon tomonda ko'rinishi ikkalasini ham. Xo'p, buni video qilgandik oldinroq. Biz bugun bunisini palubkasini buzdik. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu yoqda ikki xona uyni oldiga lesnitsa qilingan. Narigi yonda bir xona uyni oldiga darvozaxonadan kirishdan lesnitsa qilingan. Sinamizning arkasi, tag ko'rinishlari. Tag ham, usti ham bir xilda. Hurmatli obunachilar, barchalarga xayr. Bizani kuzatib borishda davom etinglar. Komment, like va albatta podpiska bo'lishingizni ham so'rab qolamiz. Hammanglarni kelayotgan hayit bayramingiz bilan. Shunaqa xizmatlar bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab xizmatlar mavjud.